Hududiy inspeksiyamiz tomonidan bugungi kunda Farg'ona shahridagi ko'p qavatli uy-joylarni, fondlarni yerto'la qismlaridan foydalanish bo'yicha nazorat tadbirlari o'tkazildi. Nazorat tadbirlarimiz davomida Farg'ona shahari Mash'al mahalla fuqarolar yig'ini, Turkiston ko'chasi 14-sonli ko'p kvartirali uyning xonadon mulkdori tomonidan o'z xonadonini beton pol plitasini teshib tushib, umumiy foydalanishda yerto'la qismiga zinapoya qurib olganligi aniqlanib, majburiy ko'rsatma berildi. Berilgan majburiy ko'rsatmaga asosan mulkdor tomonidan ixtiyoriy ravishda bartaraf etish ishlari amalga oshirilmoqda. Ko'p kvartirali uylarda yashovchi joylar mulkdorlariga eslatma tarzida aytib o'tish joiz bo'ladi. Ko'p kvartirali uylarning umumiy foydalanishdagi yerto'la qismidagi tayanch yoki to'siq konstruksiyalarni o'zboshimchalik bilan buzmaslik hamda o'zgartirish kiritmaslikni so'rab qolamiz.